Qadrli do'stlar, Tekselda 7-maktab tarqasa 8 sotik yangi qurilgan hovli uy sotuvga chiqyapti. Sizlar yalatay poni burchatka qilingan. Endi mana montajlari alohida qilingan. Olgan odam darvoza qo'yadi, darvozaxonani oldi. Shunaqa chiroyli qilib chiqarilgan. Mahalla chotki, poni pishirish. Uyni juda ham chiroyli qilib qurishdi. Fasad qismlari qopdi, ichkarilari bitibdi. Ichi ishlari qopdi, ustalar qilishyapti ekan shuni. Juda ham chiroyli qilib qurilgan. Asosiy darvozadan kirib kelganda ikkita mashina bemalol. Ba'zan kirib ketaverar ekan xonalarga. Kirish. Eshiklar bir xil oq, aynalar bir xil akfa. Shunaqa zimmasdan qo'yishgan. Kirganda ba'da bitta xona mana sizlar. Birinchi xonasi. Ba'da katta zal mana. Hol qismi bo'ladi endi. Bemalol mehmon kelganda o'sha joy hisob bo'ladi. Ikkinchi xonasi. Uchinchi xonasi. Endi olgan odam o'zi qat bolalar yotoqxonasi, qat kattalardagi hamyonni belgilab olishadi. Mana shuncha joy bekor turmaslik uchun shunday qilish kerak, yuksaklarni qo'yib kladovkadan foydalansa bo'ladi. To'rtinchi xonasi. Ayalatay poni laminat qilingan, batareykani kattalardan qo'yilgan, aynalar bir xil akvaplast. Ba'da sanuzi. Bu 5-xonasi. Svetni o'chirib qo'yishibdi, ichkarida sanuzilar bilan. Sanuzilar ham keng katta ekan. 5-xonasi. Hamma xona laminat, batareyka. 6-xonasi. 6 ta xona o'z mash tomonda. Ba'dan chiqqanda mana orqa tomonda joy bor. Bat oshxonasiga. Oshxona ham keng, katta bo'ladi. Bemalol bitta oila qarindosh urug'ini xotinsa bo'ladi.